Robocon testdagi 0028-masalani C# yechamiz. Nuqta. Bunda A nuqtani B nuqta atrofida 180 gradusga burgandan keyingi hosil bo'ladigan C nuqtani koordinatasini topishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda testlar soni beriladi. Bu yerda 2 ta ekan. Demak, har bir qatorda A nuqtani koordinatasi x va y, B nuqtani koordinatasi x va y beriladi. Ya'ni A nuqtani 180 gradusga burgandan keyingi C nuqtani koordinatasini topishimiz kerak har bir test uchun. Bu yerda to'liq videoda keltirib chiqarilgan qandayligi, ya'ni yana A nuqtani B nuqta atrofida 180 gradusga bunday bo'lsak, yana bu hosil bo'ladigan C nuqtani koordinatasini topishimiz kerak. Bu yerda demak, x ga nisbatan ham 2b minus a, y ga nisbatan ham 2b minus a chiqadi. Bu algoritm shu. Demak, C# da xo'sh, bu bitta qatorda bo'lgani uchun o'qib olamiz, bo'lib olamiz va har birini int tipiga o'girib olamiz va yana jadvalga yozib qo'yamiz. Ya'ni int tipiga o'qib oldik. Endi har birini o'qib oldik. X tushunish oson bo'lishi uchun aslida shu o'zi bilan hisoblasak ham bo'lardi jadvaldagi elementlarni. Xo'sh, demak, A nuqtani x va y koordinatasi, B nuqtani x va y koordinatalarini olib oldik jadvaldan va tushunarli bo'lishi uchun yana bu yerda va C nuqtani x va y koordinatalarini topdik. Ya'ni x ga nisbatan ham 2b minus a, y ga nisbatan ham 2b minus a va buni chiqardik yana. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.